Mazkur tadbir mamlakatimizda tarixiy, huquqiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy maydon bo'lib xizmat qildi. Unda Samarqand, Termiz, Namangan davlat universitetlari hamda boshqa nufuzli ilmiy ta'lim muassasalaridan kelgan 30 dan ortiq mutaxassislar ishtirok etdi. Ushbu konferensiyada yurtimizning shu davlat huquq tarixiga oid huquqshunos olimlari, bir qator pedagogika universitetida o'zining amaliyot o'tayotgan talabalar va o'qituvchilar tomonidan ushbu tadbir bo'lib o'tmoqda. Ishtirokchilar o'rta asrlar davlatchiligi, boshqaruv tizimi va huquqiy tuzumiga oid tarixiy manbalarni chuqur ilmiy tahlil qilish masalalarini, shuningdek, zamonaviy tadqiqot metodlari va fanlar aro yondashuvlarning ahamiyatini atroflicha muhokama qildilar. Tarixiylikdan to'g'ri xulosa chiqargan holatda biz kelajakka qadam qo'yamiz. Yangi O'zbekistonning kelajagi esa bevosita mana shu O'zbekiston huquqiy davlat hisoblanadi. Huquqiy davlatda esa barcha munosabatlar o'sha huquq bilan, qonunchilik bilan bevosita tartibga solinishi kerak. Bu navbatda buning uchun esa o'z navbatda mana shu o'rta asrlar davlatchiligi hamda huquqini rivojlanishini o'rganish, tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir davomida qiyosiy huquqiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish, yangi ilmiy yo'nalishlar va loyihalarni rivojlantirish, tarixiy, huquqiy merosni raqamlashtirish hamda yosh tadqiqotchilarni mazkur soha tadqiqotlariga faol jalb etish bo'yicha qator takliflar ilgari surildi. Shuningdek, ma'ruzalarda Turon sivilizatsiyasi, Turon xoqonligi, Somoniylar, Amir Temur davlati va Shayboniylar davrida shakllangan boshqaruv va huquqiy tizimlar yangi ilmiy dalillar asosida yoritildi. Ushbu ilmiy xulosalar tarixshunoslik va huquqshunoslik rivojini yangi bosqichiga turtki berishi bilan ahamiyatlidir. Dalir Dovurov, Elbek Olimov, Rahmon Zarif ovozi informatsion dasturi uchun.